Assalomu alaykum obunachilar. Bugungi Xudo xolasa videoni erinmasdan oxirigacha ko'rib turinglar. Xudo xolasa bugungi 4 partiya, 5 partiya qo'ydik. O'ta go'zallaridan 3,5 million so'mdan Arashan qo'zlar tozalardan chiqarganmiz. Narxlar arzon bo'ldi Rustam aka? Narxlar o'ta bomba bo'ldi. Prosta videoni oxirigacha ko'rib, like bosib, gaziga bosib deb turishsa bor, narxlar sinadi. Gap ket qo'ylar ko'rsataveramizmi? Qo'ylar ko'rsataveramiz. Ketdik. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar va bizni muntazam kuzatib borishlar. Obunachilar bugun 2026-yil 30-aprel hafta kuniga payshanba biz Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'i arzonchilar optimistlar qishlog'iga yetib kelganmiz. O'sha kanalimizda yangi obunachimiz qo'ylarni zo'rdan kelyapti. O'sha Rustam akamni olib kelganmiz. Hormang Rustam aka? Zuyimsiz charchamang. Bizangiz yaxshimi? Charchamang, zuyimsiz? Bizangiz yaxshimi? Rahmat. Bugungi necha partiya Rustam aka? Bugungi Xudo xolasa 4 partiya chiqaramiz. 4 partiya. Chiroyli qilib narxlarni yo'lida qilib chiqarib Gap beramiz. yo'q. O'tgan safarda qilib arzon qilib chiqarib berasiz-a? Olsam bomba qilib chiqarib. Gap yo'q. Mana obunachilar qo'ylarimiz mana. Yurish-turishlari ham o'ta ideal holatda, dumbarazirlari ham o'ta kelishgan mana. Rustam aka birinchi partiyamizga nechta soni? Birinchi partiyamizga 10 dona, 10 dona. 9 dona urg'ochi. Mana obunachilar tozalarida mana ayda-bayda yo'qdan deydi mana. Urg'ochlari ham mana o'z topshi o'zi iloji bo'lmayapti mana. Rustam akamizlar to'p olib kelyapti ekan, xalqqa mana yetkazib berishadi. Bitta qo'chqori bormi Rustam aka? Bir dona qo'chqori bor, qolgani urg'ochi. Hammasi urg'och qo'ygan. Menda shu Bunisi qo'chqor ekan mana. Mana shu qo'chqor. Obunachilar mana, mana qo'chqor ekan mana. To'rvalida mana. O'zi alohida mana o'tdi mana. Qo'chqor bular hammasi urg'och mana. Yuzlarini ham qaranglar. Garibonuslar ham o'ta kelishgan ideal holatda mana. Rustam aka necha oylik bular? Bular где-то 6 oylik plus qolishaveradi. 6 oylik atrofida. To'qliga chiqib qoldi. Shunaqa o'zi. Yunglar ko'ryapsiz? Ha, o'zi mana yunglar o'zi mana bo'ynlaridan to'kilishni boshlabdi o'zi mana hammasi. Oz kunlardan keyin qo'chqor zo'rini qo'shib bolasini olish. Mana obunachilar hammasi ideal holatda mana. Quloqlari ham uzun-uzun. Mana qizlari o'zi tullashni boshlabdi mana. Hammasi mana. O'zi to'qliga o'tib qoldi Rustam aka. Kuziga bemalol qo'chqor qo'shib hal qilaveradi. Zo'rini menga telefon qilishadi, qo'chqor zo'rini ham. Qo'chqordan zo'rdan qilib berasiz. Qulog'i 20 plyus shunaqalarni qilib beramiz. Gap yo'q mana. Rustam aka xo'sh, bularning bo'ylari qanaqa? Buladimi? Ha, bo'ylari. Bular 70 plyus olishaveradi. 70 dan oshiq. 70 dan 75lar ham oshishlar Rustam aka orasida. ham bor. Misol uchun endi bizdan olgandan keyin odamga bichalik qilib bo'lsa ham to'g'ri. borsa xursand bo'lib qoladi. 70 dan 70 plyusga olishaveradi. Plyus bo'lmasa kerak, plyusga olishaveradi, bemalol mana. Plyus bo'lmaydi. Yoshlari necha oylik ular Rustam aka? Bulardagi 6 oylik plyus minusda. 6 oylik plyus minusi. Mana obunachilar qo'ylar lekin hamma yo'q ideal holda, kelishgan holatdagi. Rustam o'zi qo'ylar charchovi ham bor ekan-a? Ozgina charchovi. Ozgina charchovi ham bor ekan mana. Diyarbek, yana bitta nima qilishadi-da, bitta mashinaga olib qo'yishadi-da. Bitta vaqt turib, ha. O'zi yung to'kishni boshladi. To'g'liq o'tgan, hammasi ko'ryapsiz, dim boshladi. Hammasiniki tikka yormadim, birortasi. Hammasiga yormadim. Chiroyli. Ha, shunaqa. Tuyoqlarni ham bir ko'ring. Mana tuyoqlari ham o'ta keng yotdi. Hamma tomoni ideal holatdagi. Rustam aka bularni o'sh optimiga narxini qanchadan qilib berasiz Rustam aka? Narxini ayda-bayda narx qo'yaylik. Narxini zo'r qilib qo'yib bering. O'zi bunaqa urg'ochni to'shdi o'zi. Iloji bo'lmayapti. Siz mana to'p kelyapsiz, narxini baland etmay, chiroyli qilib qo'yib bering. 5,5 dan deymi? Ayyo, 5 millionni pastda qo'yaylik Rustam aka. 5 million pastidami? 49 dan. 4,5 dan bering. Obunachilarga Rustam aka bo'lgan nima bo'lsa bo'ldi. 49 dan bo'lsa endi ozimiz foyda qilib qoladi. Rustam aka bo'pti. Qanday deb turing? Bir joyga olsangiz 4 million 600 dan qilib berasiz, dastlabki Samarqandgacha qilib berasiz. Bitta gapiraman, mana 48 dan keyin. Ketdi mana, barakasini bersin. 4 million 800 dan obunachilar mana olinglar, mazza qilib boqasizlar mana. Bosaveradigan joy narxlar tushdi obunachilar mana. To'qliga o'tib qolgan o'zi. Diyor o'zimga. Rustam aka o'zi narxlar zo'r bo'ldi, yana bitta bomba qilibsizmi? Bitta bomba qo'yaylikmi? Bitta bomba qilingchi. Mana qo'lni bering. Ana 47 dan ketdi. Ketdi mana, barakasini bersin. Diyarbekka obuna bo'ldim deysiz. Gap yo'q mana. Obunachilar like bosib, kanaliga obuna bo'lib qo'ying mana. Narxlar like bossangiz, komment yozsangiz narxlar tushar ekan. Bemalol telefon qilinglar, narxlar arzon bo'ldi mana. Obunachilar qo'ylari qaranglar, ayda-bayda o'tdi, to'qliga o'tib qolgan. Bemalol telefon qilib aloqa chiqib ko'rasizlar. Rustam aka keyingi partiyaga o'taramizmi? Keyingi partiyada deb chiqaramiz. Ket. Obunachilar mana ikkinchi partiyamizga mana Arashan to'qlilar zo'rlardan yetib kelibdi Rustam aka. O'ta yarrichkalar. Lekin ayda-bayda yo'q sifat zo'rlardan ekan. Mana obunachilar qo'ylari qaranglar, o'ta chorsagan lekin bu qaranglar mana. Obunachilar qo'ylarimiz vahshiy chorsagan mana aqavaga yetib qo'yiladi, lekin mana tetikligini qaranglar qo'ylardi mana. O'ynab yuribdi, sog'lom narsalar ekan mana. Rustam aka soni 5 donami? Soni 5 dona urg'och. Soni 5 dona mana obunachilar. Tozalardan ekan mana, yuzlarini qaranglar. Garibonuslar ham o'ta kelgan variant ekan mana qaranglar. Bular yosh oylik qanaqa Bahram aka? Rustam aka bularni yosh oylik qanaqa?
Ular yosh oylik, 3 oylik plus minus. 3 oylik atrofi. Uch oylik atrofi. Mana bu narsa qo'ylar qarang, tayyor mana yunglarni olib qo'yibdi mana. Arashani tozasidan boqaman deganlarga mana jo'natib qo'ysa, qo'ylar qaranglar. Yuzlari ham o'ta kelishgan garbanoslar ham. Mana bu narsa pul yengildan kerak deganlarga, pulim ozroq deganlarga mana 5 donani bosib oladigan joy ekan Rustam aka. Bosib oladigan joy. Puli ham o'ta yengil. Puli ham yengil bo'ladimi Rustam aka? O'ta sensatsiya bo'ladi. Rustam aka 5 tasidan bir joyga olishadi. Narxini bitta bomba qilib Bunimi? Bomba qilib berish narxini. Hop. 4,5 ham yo'q. Hop. Buningga 3 million 900 dan berishadi. Toshkentgacha dastavkasi meni bo'ynimga. Rustam aka narxini yana necha o'tib bering? Necha o'ta deganmiz, o'zi 4 ham 4 da oshib qo'yish kerak o'zi narxini. Prosta men 4 da pastida bo'lsin deb 3 million 900 dan. Rustam aka qo'lda bering. Bir joyga olishadi, qani turing. Har safar arzon bo'ladi. Bu safar ham arzon bo'lsa 3 million 800 emas. 5 ta arashani jo'natib bering dastavka qilib Samarqandgacha. Ketdi, barakasini bersin ha. Kam bo'lib qoladi. Ha kam bo'lmaydi, bering. Obunachilar uchun like bosib obuna bo'lib qo'yishadi. Lekin bo'lishi o'sha 38 ketdi. Ketdi, barakasini bersin mana obunachilar. 3 million 800 mingdan bosiradigan joy mana. Qo'ylari qaranglar, o'ta chiroyli varianti, ideal holatda. Dumbarazilislari ham o'ta kelishgan mana, qaranglar. Oyoq qo'llari ham uzun-uzun, xohlasa yaxshi qo'zlar ekan mana. Rustam aka yeb ishlari ham yaxshi ha? Bir hafta o'tkazsin. Bir hafta bemalol sinab olishaveradi. Obunachilar bemalol telefon qilaverasiz, haqiqatda o'zi juda chorsagan lekin qo'ylar mana. Keyingi partiyaga o'tamiz Rustam aka. Obunachilar mana 3-partiyamizga mana to'xlularni udaridan yetib ketdi mana. Arashani tozasidan mana 100 dan deydi mana obunachilar. Qaranglar, shaytiga bitta like bosib obuna bo'lib qo'ying mana. 19 plus. Qulog'ini ham peshi ham chapagan variantda ekan Rustam aka. Bir-biridan go'zal. Obunachilar, quloq boshini qaranglar, butun mana obunachilar boyasimi shunaqasidan boqing mana, qo'ydi qarang. Ayda-bayda yo'qdan deydi mana. Dumbarazillarni ham qarang. Tikka variantda mana. Bunaqasi kamdan kam keladi. Hali qo'zichoq 80. Qo'zimi hali bular? Rustam aka? Qo'zichoq. Qo'zi hali. Mo'g'ran. Gap yo'q mana. Qo'zi variantda ekan. Zo'rini hozir olib borib qo'yishadi endi, bolani olishadi. Gap yo'q mana. Sana obunachilar qo'ydi qaranglar mana. Rangini ham qaranglar. Tozasidan ekan mana haqiqiy. Rustam aka bular necha oylik? Bular 9 oylikdan o'tgan, 10 oylik atrofi. Qo'shqorga tayyormi Rustam aka? 80 plyusda bo'ylari. 80 plyusda bo'ylari mana. Obunachilar bitta qo'shqorni zo'r bo'lsa bitta qo'shing mana. Uzunta qo'ydi. Yo'lbek, men qo'ydi ham qarang. Bundan tushgan bo'lsa ham kam $1000 bo'ladi, xudo xolasa Rustam aka. Xudo xolasa mana. Mana quloqni qaranglar, quloqlari ham o'ta kelishgan mana, yuzlari ham o'ta tiniq holatda ekan, ideal ekan mana. Hamma tomonlama mana. Bir-biridan bitta bodom gul, bitta arashani. Shunaqa mana, bodom gulni ham tozasidan ekan Rustam aka. Toza varianti. Qo'chqorga tayyor bemalol qo'chqor qo'shsalang bo'lar ekan. Rustam aka endi qo'y tozasi deb kelganda dollarda aytmasa, so'mda bo'ladi. So'mda doimgidek. Ikkovini Xudo xolasa. bir joyga necha puldan qilib berasiz Rustam aka? Kelasizmi? Mayda juda qilamiz, 16,5 million berishadi, dastavkaga beramiz. Rustam aka kanalda rivoj uchun like bosib obuna bo'lib qo'yadi. 16 millionga jiddiy o'tib bering. Ozgina xayrlik bering 16 millionga. 16 million 200 berishadi, dastavkasi meni bo'ynimga o'ylashmaydi. Buxorodanmi? Rustam aka, lekin to'g'risiga ko'ryapmiz. Boshqa kanallardan bunaqa tozalarini to'g'risiga bunaqa bo'ynini silab, etini silab $1000 dan chiqarishyapti lekin. Shunday qo'ysangiz hozir 1000 deb pasta qo'ymaydi, egasini qo'yadi. To'g'ri lekin mana quloqni ham qaranglar. 19 plus quloq. Obunachilar narxlar arzon bo'ladi. Bemalol shoshilib telefon qilinglar. Lekin Rustam aka, ikkovini bir joyga olasiz, bittaga qo'lni bering. 16 millionga Samarqandga yetkazib berasiz dastavkasi bilan. 16 million 200 so'ramasdan. Ha, 16 obunachilar uchun so'rayapman, o'zimga emas. Barakasini bersin mana. Obunachilar bosiradigan joy 16 millionga mana. Olinglar, maza qilib boqasizlar mana. Qo'yni qaranglar, sifatlari o'ta ideal holatda mana. Dumbalarni ham qaranglar. Bolani ham bundan tushgan bo'lsa ham do'xos kam $1000 bo'ladi. Qo'chqor zo'rni qo'shib qo'ying. Bolani ham zo'rdan beraman obunachilar. Gap yo'q mana. Keyingi partiyaga o'tiramiz Rustam aka. Keyingi partiyaga o'ta idealidan bor. Gap yo'q. Yengilidan. Obunachilar keyingi partiyamizga puli yengildan so'raganlarga mana puli yengil qo'zlar, zo'rlardan yetib kelib tursam aka. Sonini nechta 4 donami Rustam aka? Bir dona qo'chqor, 3 dona urg'och ha. Mana obunachilar o'z-o'zi ko'payib uvali-juvali bo'lib yuraveradigan variantidan ekan mana. Qo'ylarda hamma tomonlama ideal holatda ekan mana. Qo'ylari qaranglar. Dumbalar ham o'ta kelishgan holatda mana. Rustam aka yosh oylik qanaqa bo'lardi? Bular 4 oylik avvalda. 4 oylik atrofida mana. Obunachilar qo'l so'liqda so'raganlarga mana 3 dona urg'ochi, bitta qo'chqor ekan mana. Puli yengildan, meni pulim kamroq. Bittaga, ikkitaga yetadiganlar ham bemalol telefon qilaverasizlar, sotilaveradi obunachilar. Prosta narxi kelishgan holda. Prosta bo'lib berib o'rtasidan demasa bo'ldi. Shunaqa mana obunachilar. Qo'ylari ko'ringlar, hamma tomondan ideal holat. Lekin shunaqa 3 urg'ochimi, bittasi qo'chqor ekan mana. Mana obunachilar bunisi qo'chqor ekan, mana bunisi urg'ochi. Rustam aka bularni 4tasi narxi o'ta arzon bo'ladimi? O'ta yengil bo'ladi. Qanchadan qilib berasiz?
to'rdan deyman-da endi. Ya to'rdan dema endi siz ham. Rustam aka bir joyga olishadi anda turib. Bitta men ham kelishtirib so'ram 3 million 400 dan qilib berasiz bo'ldi, ketdi. 3 million 400 dan. Gapiraman. U 4, u 37, 38 yo'q narx. Mana 36 dan berishadi, boshqa gap sig'maydi. Ha, bo'pti 3,5 dan. Like bosib, kommentariyani yozadi 3,5 dan dastlabki Samarqandgacha qilib berasiz. Qo'chqaram o'shaning ichiga ketyapti. Ha, bo'ldi. 36 dan ketdi. 3,5 dan Rustam aka. Nima deyman, Diyarbek? Telefon qilsa o't beraman, hayır. Bering bo'ldi ana, sheriklaringizdan bering deyishyapti. Ha, 3,5 dan bor aka. O't beraman, Diyarbek 36 dan ketdi. Gap teshlang, kanalga like bosib, obuna bo'lib qo'ysadi 3,5 dan berasiz. Ketdi mana. Endi ketdi mana. Kami yo'q-da. Ha, bo'ldi, ketdi. Barakasini bersin. Obunachilar mana 3,5 milliondan bosoladigan joyi. Narx arzon, seri xaridor degan variantda keldi mana obunachilar. Mana olib qo'yinglar. Soni 4 dona ekan. Bemalol dastlabkilarni Samarqandgacha uyushtirib berishadi. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Rustam aka oxirgi partiyamizmi shular? Oxirgi partiyamiz. Gap Lekin yo'q. odam o'ta go'zali bor edi-da. O'zini chiqarib beraman dedim. Chiqaraylikmi shuni ham? O'tasi boshqachasi-da. Bitta Rustam aka shularni chiqaramiz bo'lsam. Bor donalik o'ta go'zalidan bor. Ketdi bo'lsam. Obunachilar keyingi partiyamizga mana obunachilar qo'ydi qaraylar. Ayda-bayda yo'qdan ekan Rustam aka mana. Multfilmda Mustang'da nimasi bor? Rustam aka haqiqiy multfilmda qo'ylardan ekan Rustam aka. O'ta boshqachasidan Bodomgulda haqiqiy Mana zo'ridan obunachilar Bodomgulda tozasidan mana 100 ga 100 dan deydi mana dumbalarni qaraylar. O'ta klass qo'z ekan mana. Arashandi tozasidan ekan mana Rustam aka. U garbonoz quloqlar Rangi ham mana. Jonivorda qarang. Quloqlari ham o'ta kelishgan ideal holatda ekan Rustam aka mana. Buni Rustam aka yoshligiga qanaqa? Buniki 4 oylik. 4 oylik atrofida. Atrofida. To'g'li bu ya Rustam aka. To'g'liga past chiqib qo'ygan. To'g'liga o'tib qo'ygan mana. Bo'ylari 65 plyusda. 65 plyusi mana. Dumbalar razilasidan qaranglar. Tomonlarni bir ko'rib olsa obunachilar mana. Bu yoqni ham ko'rib olaylar mana. Bitta boshqachasidan. Mana haqiqiy tozasidan ekan lekin Rustam aka. O'zini qarang, mana old korpuslarni ko'rsating. Bu qarang, jonivor. O'g'illarga mana yuzlarni qaraylar, o'ta tiniq variant ekan. Boshqachasidan. Rustam aka buni endi narxi dollar bo'lib ketmas Rustam aka? So'mda bo'ladimi? $1000 qo'yib qo'yganlarmiz, Diyarbek. Ye, $1000 emas, kelishtirib bering. Sizda arzon bo'ladi Rustam aka? 5,5. 5,5 ga ketdi mana. 5,5 million so'mga. 5,5 million so'm ketaveradi. Mana obunachilar 5,5 million so'mga bosiladigan joy. Narxi arzon bo'ldi yetkazib beramiz. Bunaqa qo'y juda noyob narsa topish juda qiyin mana. Ranglarni ham qaranglar mana. Bodomgulda tozasidan mana obunachilar qo'ydi qaranglar. Dumbarazilasi oyoq kenglari ham qaranglar, o'ta keng mana. Qo'ydi hamma yoq. Yuzlari ham o'ta tiniq mana. Bemalol kuzga qo'chqor qo'shirishar ekan Rustam aka. Zo'rini qo'shib bolani ko'paytirishadi. Gap yo'q. Mana Rustam aka shu oxirgi partiyamizmi? Ha, oxirgi partiyamiz. Bo'ldi. Obunachilar shu oxirgi partiyamizga shu bilan videolarni yakunlayveramiz. Ko'rishguncha xayr deb qolamiz.